Toni Starkning hayoti o'g'irlandi. Temir odam zirh ichidagi shayton komiksida Toni kollejda Viktor Von Doom bilan xondosh bo'ladi. Viktor Tonining boyliklari va kompaniyasiga chiqishni rejalashtiradi va o'zini uskunasini yaratadi. Bu uskunani Toni Starkka u super qobiliyat beruvchi uskuna deb tanishtiradi. Aslida esa bu ongni almashtiruvchi uskuna bo'ladi. Ya'ni bitta qarich shunaqa. Tajriba so'ngida Tonining ongi Viktor Tanasga, Viktor ongi Tonining Tanasga o'tib qoladi. Va Viktor bo'lgan voqeani Toni Stark xotirasidan o'chirib tashlaydi. Toni Stark hushiga kelgach, haqiqatan ham o'zini Viktor Von Doom deb o'ylaydi. Toni Stark tanasidagi Viktor Von Doom haqiqiy Toniga tuhmat qilib, ya'ni taqiqlangan tajribalar olib boryapti deb deport qildirib Latveriyaga jo'natib yuboradi. Hech oqolsiz Latveriyaga qaytgan Toni barchasini noldan boshlaydi. Xuddi Islom Ibrohim kabi. Bozorlarda aravakashlik qildi. Bozor iqtisodiyotini o'rgana boshladi. Latveriyaga Viktor Von Doom tanasida qaytgan Toni insonlarga yordam berishni boshlaydi. Bir muddat o'tgach esa Doom Industries nomli kompaniya ochadi va o'zining qutqaruv zirhini yaratadi. Bu muddat davomida Stark tanasidagi Viktor Govard Starkni o'ldiradi, Stark Industriesni inqirozga uchratadi va u ham o'ziga temir zirh yasab, ko'plab yomonliklar qilgan bo'ladi. Komik so'ngida ular o'rtasida jang bo'ladi va Viktor tanasidagi Toni Stark g'alaba qozonadi. Doom esa o'tmishda nima bo'lganini aytib beradi va barchasi o'z-o'ziga tushish uchun tanamizni qayta almashaylik deb taklif qiladi. Shunda Stark, sen meni tanamda, meni sulolamni yomon nomga chiqarding. Men esa seni tanangda jaydar qilayotgan yaxshi ishlarni qildim, mujik bo'ldim. Sen Stark bo'lib qolaver, men ortiq doktor Doomman deydi. Qilgan mehnatlarimni qadrlagan holda like bosing, obuna bo'ling, do'stlaringizga jo'nating. Voqea ham juda ajoyib. Agar to'g'ri aytib bera olgan bo'lsam, Reelsda sizga 1 daqiqa, 1,5 daqiqalik video chiqadi, lekin men bu yerda 200 marta qayta video oldim. Chirib ketdim, короче.